Konteynerdan uy qurishni plus va minus tomonlari nimada? Hop, sizga sразу minus tarafini aytaman, biz o'zbekmiz. Biz O'rta Osiyo xalqlari o'zimizning millatimiz bor-da, o'zimizning mentalitetimiz bor. Har doimgidek o'sha ota-bobolarimiz qilib yurgan, ya'ni biz qurayotgan uchastkalarni qurish kerak. Endi konteynerdan imoratda qurilyapti, to'g'ri. Endi biz Yevropa millatiga yoki Yevropa mamlakatlarida yashaydigan bo'lsak, uni ob-havosiga ham birinchi o'rinda o'sha ob-havosiga ta'sir qilmaydigan holatda qursangiz bo'ladi. Lekin u metal konstruksiya bo'lgandan keyin issiq-sovuqda juda ham reagirovaniyangiz bo'ladi. Ya'ni issig'i ham o'tkazaveradi, sovug'i ham o'tkazaveradi. Izolyatsiya qilishingizga to'g'ri keladi. Lekin izolyatsiyasi 10 sm bo'ladi, u sizga hech narsa bermaydi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, konteyner plus tarafi bitta narsadir. Siz kichkina tadbirkorlik faoliyatini yurg'izayotgan bo'lsangiz, o'sha xuddi xonami, kichkina kafechami ochib qo'yib yurg'izsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam kichkina joyda o'sha ofislar qilinyapti. Hozir konteynerdan ko'rganmizda, ya'ni u ofislarni qilib qo'yasiz, A punktdan B punktga yoki B'dan B punktiga bemalol olib o'tsangiz ham bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, konteynerdan bu meni shaxsiy fikrim va buni maslahat bermagan bo'lardim. O'zbek millatiga mansub o'zligimizga to'g'ri keladigan imoratlarni qurish umuman aqlga ham sig'maydi. Konteyner o'zining vazifasini bajarishi kerak, imorat o'zining vazifasini bajarishi kerak. Foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Salomat bo'linglar.